Ina shunday ajoyib hovlijoyni remontdan chiqardingiz, bera televizorni ostdingiz, lekin bera nov qo'ysam ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, Albero mebelga borasiz, razmerini aytib zakaz beradigan bo'lsangiz, yo bo'lmasa tayyorni razmeri to'g'ri keladigan bo'lsa, to'g'ri ekan uстановка qilib beramiz. Ya'ni ko'rib turgan uголокimizni uстановка qilib berganmiz. Stolini ham Albero mebel fabrikasida ishlab chiqarganmiz. Ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar. Kengina uголок qanaqa. Kattagina oilaga shunday kattagina uголокlar yarashaveradi-ku, to'g'rimi? Podushkalarni ham o'zini moslatib to'qlaganmiz. Ha, aytgancha, bu uголокimizni Xivaga uстановка qilib berdik. Xivada ketadi. Bizim yani исторический materiallardan to'qlab bersak, yana bir muhitga tushadigan mebelni biri bo'ldi, xudo xolasa. Orqa taraflarni ishlanishini qaranglar. Hamma yerin ham mehr berilgan, oyolmagan. Eng glavnisi materiallari turetishga bo'ladi. Plus qaranglar, stol ham kattagina bo'ladi. Oyoqlarni ko'rasizlar, o'zingiz bahosini beraverasizlar. Hamma narsa sig'ildi. Bemalol choy, ujin hamma narsa ishida qilsangizlar ham bo'laveradi. Eng zo'r joylardan biri bu uголокimizni qaranglar, Anvarboyning o'zi ko'rsatadi. Ichik ketami, kengaytirasizlar. Bunda futbol UFC ketadi. Hazzat yonboshni tashab ko'rib bir dam olib o'tirsangizlar ham bo'ladi. Hammasini orqasi shunday kengayadi, plus yurtlaringizni yana joyina qaytib turaveradi. Xullas, uголокni zo'rona qidirib burgan donishlaringiz bu videoni tashlab qo'yasizlar. Bittadan podushka kerak desa, hammasini taxlab beramiz. Nechta razmerda kerak desa, hammasini taxlab beramiz. Men sal boshqacharoq rasvetkasi kerak edi, remontim sal boshqacha edi mana desangizlar, uni ham taxlab beramiz. Stol kerak edi desangizlar, stolini ham taxlaymiz. Durishini qarang, stol вообще bakuvati bo'ladi. Plus oyoqlar ham krashini netib ishlandi. Buni rangini o'zgartirib beramiz. Aytaman-ku, nechik mehr kerak bo'lsa mebelingizga Alberoga keladigan bo'lsangiz, hammasini birgalikda taxlaymiz.